ijtimoiy tarmoqlarda rosa aylandi shu xabar. Endi homiladorlarni 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayollarni bo'shatib bo'lmaydi degan xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda rosa tarqaldi. Bu narsa bir global yangilik emas. Sababini tushuntiraman. Bu Konstitutsiyamizning 42-moddasida turibdi. Ya'ni Konstitutsiyaning 42-moddasida 3-qismida homiladorligi yoki farzandi borligi sababli, demak, ishga qabul qilishni yoki ishdan bo'shatishni yoki uni xodimda ish haqini kamaytirishni taqiqlanadi degan norma Konstitutsiyada turgan edi. Endi 392-moddaga mana o'zgartirish kiritildi Mehnat kodeksiga. Oldingi tahrirda qanaqa edi? 392-modda. Oldingi tahrirda homiladorligi yoki farzandi, e'tibor qiling, farzandi borligi sababli ishga qabul qilishni rad etish yoki xodimda ish haqini kamaytirish taqiqlanadi degan qoida bor edi. Endi mana 392-moddaga o'zgartirish kiritildi-da, endi homiladorligi va farzandlari, e'tibor qiling, farzandlari deyilyapti. Ya'ni lar ko'plik qo'shimchasi qo'shildi. Farzandlari borligi sababli ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo'shatish degan mana jumla kiritildi. Ishdan bo'shatish va ish haqini kamaytirish taqiqlandi degan qoida kiritildi. Endi bu o'ta bir muhim, bir aytdim yuqorida, global yangilik emas, sababi Konstitutsiyamizda turadi. Konstitutsiyaning 42-moddasida bu qoida bor edi. Xo'p, endi mana 392-moddaga ham o'zgarish kiritildi. Nima bo'ladi? Bu ko'pchilik o'ylayapti, ana endi deyapti, homiladorni 3 yoshga to'lmagan bolasi borda umuman bo'shatib bo'lmaydi degan tasavvurdan qochishimiz kerak. Bu yerda 392-moddaning mantig'i shuki, homiladorligi yoki 3 yoshga to'lmagan bolasi borligi sababli aynan mana shuni vaj qilib bo'shatmagin deyapti. Lekin boshqa asoslar bilan, misol, homilador ayol yangi mehnat shartlari asosida ishlashni xohlamayapti. Tashkilotda mehnat shartlari o'zgartirildi. Xodim kamida 2 oy oldin yozma ravishda ogohlantirildi. Homiladorni 137-modda bilan bo'shatsak bo'ladi. Yoki ish beruvchi boshqa joyga ko'chyapti. Xodimni kamida 2 oy oldin ogohlantirdi yozma ravishda. Homilador ayol ko'chishni xohlamayapti. 146-modda bilan shartnomani bekor qilaveramiz. Homilador ayol jinoyat sodir qildi, misol. 168-modda bilan bemalol bekor qilsak bo'ladi. Yoki 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayol mehnat intizomini buzdi. Bemalol 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayol bilan 161-modda 2-qism 4-5-banda bilan shartnomani bekor qilsak bo'ladi. Yoki 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayol muddatli shartnoma tuzganmiz, qonunchilikka rioya qilib. Muddatli shartnomani muddati tugayapti. Bemalol bekor qilsak bo'lar ekan. Mana o'zimizning sud amaliyotida ham qiziq holatlar bo'lyapti. Mana shu bo'yicha men ish beruvchini bir sud ishida himoya qildim. Ya'ni mana ayol bilan muddatli shartnoma tuzilgan, qonuniy tartibda tuzilgan hammasi. Meni 3 yoshga to'lmagan bolam bor. Meni ish beruvchi bo'shata olmaydi deyapti. Yo'q, muddatli shartnoma muddati tugayaptimi? Ayolning 3 yoshga to'lmagan bolasi borligi ham sabab bo'la olmas ekan hali shartnomani bekor qilmaslik. Ya'ni ish beruvchi bemalol o'sha 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayol bilan muddatli shartnoma muddati tugayaptimi? 158-modda bilan bekor qilsak bo'ladi. Hattoki homilador bo'lsa ham. Mana muddatli shartnoma muddati tugayapti, ayol homilador. 158-moddaga ko'ra shartnomani bekor qilsak bo'ladi. Faqat endi bu yerda nozik joylari bor. 408-moddaga muvofiq ish beruvchi agar mana shu homilador ayol o'zi yozma murojaat qilsa, e'tibor qiling, yozma murojaat qilib, homiladorligini tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnomani taqdim qilsa, bu holatda bu ayolni sog'lig'iga mos ishga o'tkazadi. Agar sog'lig'iga mos ish bo'lmasa, homilador ayol bilan ham muddatli shartnoma muddati tugadida 158 bilan bekor qilsak bo'laverar ekan. Demak, nima demoqchiman? Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hurmatli tinglovchilar, bu normani ko'pchilik noto'g'ri talqin qilyapti. 392-moddani ana endi homilador bilan 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayolni mutlaqo shartnomani bekor qilib bo'lmaydi deyapti. Bu noto'g'ri. Chunki yuqorida men asoslab berdim. Homilador 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayollar bilan qonunchilikda belgilangan talablarga rioya qilib bo'shatsak bo'ladi. Faqat nima deyapti 392-modda? Bularda aynan sen homilador ekansan, sening yosh bola bor ekan deb aynan mana shuni vaj qilib bo'shatmagin deyapti. Lekin boshqa qonunchilikda nazarda turgan asoslar bilan bo'shatsak bo'ladi. Endi to'g'ri, ayrim bir taqiqlar bor. Misol, homilador ayolni ish beruvchini tashabbusi bilan bo'shatish mumkin emas. 161-modda bilan homilador ayol bilan shartnomani bekor qilib bo'lmaydi. Korxona tugatilgan holatdan mustasno. 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayol bilan ish beruvchi tashabbusiga ko'ra shartnomani qachon bekor qilsa bo'lar ekan? Korxona tugatilgan holatlarda hamda 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayol mehnat intizomini muntazam bo'lsa, qo'pol bo'lsa bo'shatsak bo'lar ekan. Mana. Oldin eski kodeksda bo'shatib bo'lmasdi. Hozir mana amaldagi qonunchilik homilador ayol intizomni buzsa bo'shata olmas ekanmiz. Lekin 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayol intizomni buzsa, shartnomani ish beruvchi qonunchilikka rioya qilib bo'shatsa bo'lar ekan. Demak,
Mana shu narsalarga hushyor bo'linglar. Yana bir bor ta'kidlayman, qonunchilik bu homiladorni 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayolni ishdan bo'shatishni umuman taqiqlamayapti. Aynan bularni homiladorligi, yosh bolasi borligini vaj qilib, mana shuni ro'kach qilib bo'shatmagin deyapti. Boshqa qonunchilikda belgilangan asoslar bilan qat'iy qonunchilikka rioya qilib bo'shatsa bo'lar ekan homiladorni hamda 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayolni.